Assalomu alaykum. Men Norqo'ziyeva Nasiba, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishining birinchi kurs talabasiman. Hozir biz sizlar bilan Janubiy Koreya iqtisodiyotini men tayyorlagan slayd orqali, ya'ni prezentatsiya orqali o'rganib chiqamiz. Qani boshladik. Bizda birinchi qism bu kirish qismidan iborat va ushbu kirishda siz Janubiy Koreyaning Osiyo mamlakatlari qatoridagi o'rni hamda 2025-yilgacha bo'lgan rivojlanishini kuzatishingiz mumkin va o'zi Janubiy Koreya rivojlanishi 1960-yildan boshlangan va shu yillar davomida rivojlanish tarixga Han daryosi mo'jizasi nomi ostida biriktirilgan hisoblanadi. Va 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, Osiyo mamlakatlari qatorida Janubiy Koreya 4-o'rinni YaIM darajasi bo'yicha va butun dunyo mamlakatlari qatorida esa 13-14-o'rinlarni egallab kelayotganligini kuzatishimiz mumkin. Keyingi qismda bizda adabiyotlar sharhi. Bunda birinchi o'rin Li va Marelbani ko'rishimiz mumkin. Ikkinchida Kim va Park. 2020-yil ma'lumotlariga ko'ra, uchinchisida esa 2001-yil ma'lumoti bilan Amstein va Nelson va Kim 4-o'rinda, 2005-yil ma'lumoti bilan Oset ma'lumoti 2022-yil ma'lumotlarini kuzatishimiz mumkin. Albatta, birinchi slaydimiz bizda mamlakat haqida umumiy ma'lumot bilan boshlanadi, ya'ni prezentatsiyamizda. Janubiy Koreya o'zi 1948-yilda ikkiga bo'lingan mamlakat hisoblanadi, ya'ni birinchi o'rinda ular umumiy Koreya nomi ostida birlashgan davlat bo'lgan bo'lsa, 1948-yilga kelib, Ikkinchi jahon urushi sababli Shimoliy Koreya hamda Janubiy Koreyaga ajralgan hisoblanadi. Shundan hozir biz sizlar bilan Janubiy Koreya qismini o'rganib chiqmoqdamiz. Va ushbu xaritada siz Janubiy Koreyaning joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Shimolda Shimoliy Koreya bilan, sharqda Yapon dengizi bilan, g'arbda Sariq dengiz hamda shimolda okean bilan chegaralanganligini ko'rishingiz mumkin. Janubiy Koreyaning poytaxti Seul shahri hisoblanadi. Aholisi qariyb 52 million kishini tashkil etadi hamda maydoni 100 ming kilometr kvadratdan ziyod ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimiz bizda Janubiy Koreyaning din tarkibi hisoblanadi. Janubiy Koreyada ateistlar soni, ya'ni hech qanday dinga e'tiqod qilmaydiganlar soni eng yuqori ko'rsatkichni egallaydi. Ya'ni natijani egallaydi. 43.3% ko'rsatkich bilan bu eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Va keyingi o'rinda 31.6% xristianlar va buddistlar esa 24.2%ni tashkil etadi. Buning asosiy sababi Xitoy hamda Vyetnam kabi davlatlar bilan Janubiy Koreyaning chegaradosh ekanligi va yaqin joylashuvi hisoblanadi. Boshqa millatlar esa mamlakat hududida atigi 0.9% natijani ko'rsatadi. Xo'p, bizda keyingi slayd bu iqtisodiy rivojlanish tarixi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, iqtisodiy rivojlanish 1960-yilga borib qadaladi. Buning asosiy sababi Park Chon-he ismli kishining davlat tepasiga kelishi bilan izohlanadi. U kishi eksportni rivojlantirish va importni mamlakat miqyosida kamaytirish tarafdorlaridan biri hisoblangan va uning qo'llagan tizimi albatta mamlakat rivojlanishida o'zining sezilarli rolini ko'rsatgan desak mubolag'a bo'lmaydi. U nima qilgan? Eksportni rivojlantirish uchun yangi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagan va importni nisbatan kamaytirish uchun ularga bo'lgan soliqlarni oshirgan hamda ushbu mollar nima uchun va nima sababdan kirib kelayotganligini juda ham qattiq o'rgangan hisoblanadi. Ushbu rasm Park Chon-he ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi grafikimiz esa bu Janubiy Koreyaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini ifodalaydi. Bunda mamlakat 2019 hamda 2020-yillarda past ko'rsatkichni qayd etadi. O'z navbatida bu butun dunyo bo'yicha
bo'lgan 2019-yildagi COVID-19 pandemiyasi bilan izohlanadi va 2022 hamda 2023 yillarda ham mamlakat nisbatan pastlagan. Buning asosiy sababi global iqtisodiy sekinlashuv hamda eksportga bo'lgan talabning kamayganligi bilan izohlanadi. Xo'p, bizda keyingi slayd bu Janubiy Koreya yirik kompaniyalar guruhi hisoblanadi. Bu tizim chaebol tizimi deb nomlanadi Janubiy Koreyada va bu grafikda siz 2018 va 2023 yil oralig'ida xorijiy yirik bozorlarga ega bo'lgan kompaniyalarning natijalarini ko'rishingiz mumkin. Bunda 2018 yilda Samsung kompaniyasi 663 ta bilan eng yuqori ko'rsatkichni egallagan bo'lsa, keyingi 2023 yil ma'lumotiga ko'ra bu keskin pastlagan, ya'ni 566 taga tushganligini ko'rishimiz mumkin. 2018 yilda o'rtacha ko'rsatkichni tashkil etgan Hanshva, ya'ni Hanshha Group kompaniyasi 739 taga yetganligi bilan eng yuqori ko'rsatkichni egallaydi. Xususan Janubiy Koreyaning asosiy chaebol tizimi kompaniyalariga LG, Samsung hamda SK Group kompaniyalari ham shular qatorida hisoblanadi. Chaebol tizimi iqtisodiy rivojlanishda Janubiy Koreyaga eng yuqori pul oqimini keltiradigan tizim hisoblanadi. Xo'p, bizda keyingi slayd bu Janubiy Koreyada iqtisodiy sektorlar. Janubiy Koreyada xizmat ko'rsatish sektori eng yuqori ko'rsatkichni egallaydi, ya'ni 58% bilan, sanoat keyingi o'rinda 31-32% bilan ushbu natijani ko'rsatadi va 1-2% ulush bilan qishloq xo'jaligi eng oxirgi o'rinni egallaydi. Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligida Janubiy Koreyaning tog'li hududda joylashganligi bilan izohlanadi va mamlakatda asosiy mahsulot bu 60% yetishtirilishi bilan guruch ajralib turadi va boshqa sabzavot ekinlari bilan shuncha 1-2%ni tashkil etadi. Va xizmat ko'rsatish sektori esa mamlakatda juda ham yaxshi rivojlangan. Bunda asosiy ulush moliya, bank tizimi, savdo, transport hamda turizmga borib taqaladi. Sanoatda esa kemasozlik, elektronika, yarim o'tkazgichlar va kimyo sanoati juda ham yaxshi rivojlangan hisoblanadi. Ushbu grafikda esa siz Janubiy Koreyaning 2025 hamda 2033 yillar oralig'ida ko'zlanayotgan, ya'ni qishloq xo'jaligida ko'zlanayotgan o'sishini kuzatishingiz mumkin. Bunda 2024-yilda bozor 3459,1 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2025 hamda 2033 yillar oralig'ida 3,74% ga o'sish darajasini Janubiy Koreya ko'zlamoqda. Va bizda keyingi slayd bu yayim hamda inflyatsiyadan iborat. Bunda birinchi grafikda siz 1960-yildan boshlangan va 2024-yilga borib tugagan yayim darajasini kuzatishingiz mumkin. Jahon banki ma'lumoti asosida bunda 2024-yilda 1,88 trillion AQSh dollar bilan yayim ko'rsatkichini qayd etadi Janubiy Koreya. Bunda asosiy sabab innovatsion texnologiyalar va ta'limning rivojlanganligi ulushi juda ham katta hisoblanadi. Keyingi grafikda esa siz 2016 hamda 2024 oralig'ida aholi jon boshiga o'sishni kuzatishingiz mumkin va Janubiy Koreya aholi jon boshiga yayim darajasi 2024-yil ma'lumotiga ko'ra 33,000 va 37,000 AQSh dollar atrofida ekanligini kuzatishimiz mumkin. Va bizda keyingi slayd bu tashqi savdo munosabatlari. Tashqi savdo munosabatlari Janubiy Koreya bilan juda ham yaxshi rivojlangan hisoblanadi. Ayniqsa Osiyo davlatlari o'rtasida eksport darajasi qariyb 55-60% ni tashkil etsa, import darajasi 50-55% ni aynan Osiyo davlatlari qatoriga to'g'ri keladi. Mamlakatning asosiy savdo hamkorlari esa Xitoy hamda AQSh, Yaponiya, Vyetnam va Yevropa ittifoqi hisoblanadi. Ayniqsa Xitoy hamda AQSh uning asosiy partnyorlari hisoblanadi. Ushbu rasmli
ranglarda esa siz Xitoy 151 milliard, Vyetnam 58,3 milliard, ya'ni asosiy qo'shnilari bo'lgan davlatlar o'rtasida Janubiy Koreya eksportini kuzatishingiz mumkin va Janubiy Koreyaning asosiy eksport mahsulotlari sanoatda hisoblanadi. Asosan avtomobillar, elektronika mahsulotlari, kinosozlik va kimyo mahsulotlari hisoblanadi. Va ushbu grafik bizda Janubiy Koreya eksport qiluvchi mamlakatlarni ifodalaydi. Bunda asosiy ulush yuqorida aytib o'tganimizdek eng yuqorilari Xitoy hamda AQSh hisoblanadi. Xitoy hisobiga 21%, AQSh hisobiga esa 16% qayd etadi va boshqa davlatlar esa 49% bilan eksport natijasini kuzatishimiz mumkin. Keyingi o'rinda bizda Janubiy Koreya import darajasi. Importda ham xuddi shunday Xitoy hamda AQSh yetakchilik qiladi. Xitoy ulushiga 23%, AQSh ulushiga esa 11% va boshqa davlatlar ulushi bunda 51% tashkil etadi. Va bizda hozircha shular. Keyingi qismlarda ko'rishguncha azizlar. Xo'p,